2026 Chevrolet Monza zamonaviy dizayn, tejamkor dvigatel va qulay texnologiyalar bilan sedan bozorida yangi bosqichni boshlab bermoqda. Ushbu model kundalik hayot, oilaviy safarlar va shahar tashqarisidagi yo'llar uchun juda mos keladi. Monza tashqi ko'rinishida agressiv old panjara, ingichka LED farlar va aerodinamik kuzov chiziqlari bilan ajralib turadi. Avtomobil yengil lekin mustahkam platformaga qurilgan bo'lib, barqarorlik va xavfsizlikni oshiradi. Salon ichida sifatli materiallar, keng joylashuv va haydovchi uchun qulay boshqaruv elementlari mavjud. Raqamli asboblar paneli va katta sensorli multimedia ekrani orqali navigatsiya, musiqa va avtomobil sozlamalarini oson boshqarish mumkin. 2026 Chevrolet Monza dvigatel qatori. Yoqilgini tejashga qaratilgan zamonaviy turbo dvigatel variantlari past yoqilgi sarfi bilan birga yetarli quvvatni ta'minlaydi. Avtomatik va mexanik uzatmalar tanlovi turli haydovchilar ehtiyojiga mos keladi. Shahar ichida silliq harakat va trassada ishonchli tezlanish Monzaning asosiy afzalliklaridan biridir. Xavfsizlik tizimlariga kelsak, ushbu modelda ko'plab faol va passiv funksiyalar mavjud. Old va yon havo yostiqchalari, barqarorlik nazorati, tormoz yordamchi tizimi va orqa kamera kundalik haydashni xavfsizroq qiladi. Ayrim komplektatsiyalarda adaptiv kruz nazorati, kor joyni ogohlantirish va avtomatik favqulodda tormozlash funksiyalari ham taklif etiladi. Bu esa Monzani o'z sinfida yanada raqobatbardosh qiladi. Qulaylik jihatidan ham 2026 Chevrolet Monza yuqori darajada iqlim nazorati tizimi, smartfon bilan ulanish, Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlashi uzoq safarlarda katta qulaylik yaratadi. Orqa o'rindiqlar keng bo'lib, yukxona hajmi kundalik ehtiyojlar uchun yetarli. Yoqilgi tejamkorligi va xizmat ko'rsatish xarajatlarining pastligi ushbu avtomobilni iqtisodiy jihatdan foydali tanlovga aylantiradi. Umuman olganda 2026 Chevrolet Monza dizayn, texnologiya, xavfsizlik va tejamkorlikni birlashtirgan zamonaviy sedan hisoblanadi. Agar siz ishonchli, quvvat